Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun bizda bodalar kirishgan ekan, shu apparatimizni solib ko'ramiz. Bu yil 26-yil 9-iyul holatiga bizda bodam. Bu mana shu apparatga solib sinab ko'ramiz. Hop, chiqardik, zo'r. Oldu alo. Yok, alo gel. Hadi yok. Açalım. Mana shu yerga latta tashlab qo'yilsa, uchib ketmas ekan bu yoqqa. Qani tashqarida bitta yuvib ham ko'ramiz buni. Mana granta tayyor. Qanday bo'lganini ko'rasizlar. Qara qo'tur. Bunga moslama qilib olish kerak ekan, setka qilib. Setka qilib moslama qilsa, ko'rsalaring ham mana bu videoga olib qo'ying mana shuni. Pashetini, archiganini. Xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Hozir Andijonga. Yana bitta yuvib olsak, bunlar oppoq rangi oppoq chiqadi. Shu moslama qilish kerak ekan. Mana 1 minut yo 1,5 minut ichida shunchani chiqardi. Yarim paqir. Keyin bu hali pishib olgan yo'q edi? Yo'q, hali qolmaydi bu. To'liq pishgan yo'q edi. Mana. Hali archimaganlarni ko'rsatib qo'yganmaydi? Archimagani. Mana. Mana shu bitta ikkita bor mana. Endi bu 1 minut, 1,5 minut aylangani. Hali yana 30 sekund aylanganda, lekin bular ham qolmasdi. 1,5 lekin hozir 100% archida. Bu rangini ko'ringlar mana. Mana top-toza oppoq chiqdi. Xizmatlar bo'lsa qaytaverasizlar. Manzil Andijon viloyati Baliqchi tuman Chimboq shaharchasida. Murojaat uchun 99lik 89775. Yana qo'shimcha nomer bo'lsa 99lik 476 74 88. Telefon qilaverasizlar. Oldin kelishda bir telefonlashib kelaverasizlar.